Aziz vatandoshlar, siz Rossiyada ishlayapsizmi va hujjatlar bilan bog'liq muammoga duch keldingizmi? Biz sizga barcha rasmiy xizmatlarni tezkor va ishonchli taqdim etamiz. Bizning xizmatlar: registratsiya, продление, трудовой договор, уведомление va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasi. Hoziroq biz bilan bog'laning va ishingizni xotirjam davom ettiring. Murojaat uchun ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qiling. Rossiyada yangi safarbarlik bo'lmaydi, dedi Dmitriy Medvedev. Rossiyaning sobiq rahbari Dmitriy Medvedev mamlakatda yangi safarbarlik tayyorlanayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Uning ta'kidlashicha, bunday bayonotlar dushman propagandasi va provokatsiyasi bo'lib, Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga qaratilgan. Medvedev yana bir bor Rossiyada safarbarlikka ehtiyoj yo'qligini ta'kidlab, bu kabi xabarlar saylovlar arafasida tarqatilayotganini bildirgan. Netanyahu Washingtonda Zelenskiy bilan uchrashishdan bosh tortdi. Isroil va Ukraina rahbarlari amerikalik senatorning dafn marosimida qatnashib, qisqacha suhbatlashdi. Shunday bo'lsa-da, Netanyahu Zelenskiy bilan yakka ko'rishishni rad etdi. Ular aqldan ozgan. Har oy 30 ming askarni yo'qotyapti, dedi Vladimir Zelenskiy. Polsha mudofaa vazirining ta'kidlashicha, Rossiyaning Polshaga to'liq ko'lamli hujumi ehtimoli yo'q. Ukrainadagi to'liq ko'lamli mojaro kabi hujum haqida hech qanday bashorat yo'q, dedi u. Vestyorka ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina aviazarbalari Valbayras omborlarining 15% dan ortig'ini ishdan chiqargan. So'nggi 1,5 hafta ichida bozorning umumiy maydoni taxminan 860 ming kvadrat metr bo'lgan 8 ta ombor ziyon ko'rgan. Bu kompaniyaning butun ombor infratuzilmasining 15.4% ni tashkil qiladi. Eng katta yo'qotishlar hujumdan keyin 250 ming kvadrat yonib ketgan elektrostaldagi ombor va taxminan 170 ming kvadrat metr maydonga ega Ryazandagi logistika markazi bo'ldi. Zelenskiy kutilmaganda Trampning suyuklisiga aylandi. Bild nashri. Bild nashrining AQShdagi muxbirining yozishicha, kecha 28-iyul Washingtonda yorqin lahzalarga boy kun bo'lgan va Vladimir Zelenskiy o'zini g'olib deb hisoblashga to'la haqli edi. U va AQSh rahbari Donald Tramp o'rtasidagi munosabatlarning ilib borayotgani yaqqol ko'zga tashlandi. Deyarli 1,5 yil muqaddam ukrainalik rahbar avval kabinetda qattiq kamsitilgan edi. Endi esa bu yerga shunchaki yordamga muhtoj odam emas, balki muhim hamkor sifatida borgan. Nashrga ko'ra, Vladimir Putin armiyasiga qarshi erishilgan so'nggi muvaffaqiyatlar va Rossiya hududining tub-tubiga berilgan uzoq masofali zarbalar Trampda katta ta'sirot qoldirgan. Ukraina dronlari Ryazandagi Valbayras omboriga hujum qildi. 29-iyul kuni Ukraina Rossiyaning eng yirik marketplace'ning 10-omboriga zarba berdi. Zarba natijasida Valbayras omborida kuchli yong'in yuzaga keldi. Kompaniya matbuot xizmati ombordan xodimlar evakuatsiya qilinganini ma'lum qilgan. Zelenskiy AQShdan to'g'ri Polshaga uchdi. Lyublin shahrida Zelenskiy va Donald Tusk o'rtasida muzokara bo'lib o'tdi. Uchrashuv matbuot ishtirokisiz va yakuniy matbuot anjumansiz o'tkazilgan. Ukraina Kursk hududida Rossiyaning noyob dronini urib tushirdi. Ukraina Kursk viloyati osmonida Rossiyaning Forpost razvedka zarba dronini mahalliy ishlab chiqarilgan chaklon tutuvchi qurilmasi yordamida urib tushirganini xabar qildi. Eron Ukraina kemaga hujumni qasddan qilmaganini bildirdi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchining ma'lum qilishicha, Ukraina tomoni Eron kemasiga qilingan hujum tasodifiy bo'lganini bildirgan va keskinlikni oshirish niyati yo'qligini aytgan. Tehron ham vaziyatni keskinlashtirishni istamasligini, biroq Eron fuqarolari yoki manfaatlariga qilingan har qanday hujum qabul qilinmasligini ta'kidlagan. Shuningdek, Eronga yetkazilgan ziyon uchun tovon talab qilmoqda. Lindsey Graham Zelenskiyni jangchi shoir yoki jangchi komik sifatida ko'rardi. U aynan shu atamalarni ishlatgan. Lindsey Zelenskiydan va ukrainaliklarning jasoratidan faxrlanardi, dedi Fox News boshlovchisi. Tramp Eronni Iordaniyadagi Amerika qo'shinlariga qilingan hujum uchun yanada halokatli zarbalar bilan tahdid qildi.
Biz ularni yo'q qilamiz. Biz ularga qattiq zarba beramiz. Ular chindan ham tormor qilinadi. Biz ularning gapirishiga yo'l qo'ymaymiz. Qo'shma Shtatlar kecha kechqurun Iordaniyada Amerika qo'shinlariga qilingan kutilmagan hujumga javoban Eronga zarba beradi. Bu kutilmagan hujum edi. AQSh kuchlarida Eron raketasini urib tushirish uchun atigi bir necha daqiqa bor edi. Iroqdagi Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan guruhlar dunyodagi saraton kasalligidir. Men Eron tarafdorlariga qo'shimcha ogohlantirishlar berishni ko'rib chiqyapman, dedi Amerika rahbari. Rossiya qo'shinlari Svetloye va Novoye Sech aholi punktlarini ozod qildi. Rossiya qo'shinlari Donetsk Xalq Respublikasidagi Svetloye va Sumi viloyatidagi Novoye Sech aholi punktlarini nazoratga oldi. Bu haqida Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Ukraina prezidenti idorasi bosh prokurorga Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoga qarshi jinoiy ish qo'zg'atish masalasini ko'rib chiqish taklifi bilan murojaat qildi. Netanyahu AQShga tashrifi a'lo darajada o'tganini aytdi. Mening Qo'shma Shtatlarga tashrifim a'lo darajada bo'ldi. Siz AQShda Isroilga nisbatan nafrat to'lqinlari haqida doimiy ravishda eshitasiz. Lekin ehtimol sizga sevgi va ehtirom to'lqinlari haqida aytishmasa kerak, dedi Isroil bosh vaziri. Finlandiya Rossiyaning xorijiy internet trafikining bir qismini uzib qo'yadi. Kommersant 2027-yildan boshlab mamlakat aloqa operatorlari foydalanayotgan elektr uzatish tarmoqlari ustunlarga xizmat ko'rsatishni to'xtatadi. 2022-yilda Rossiyadan elektr energiyasi yetkazib berish to'xtatilgandan keyin ustunlarga faqat aloqa operatorlari uchun xizmat ko'rsatish foydasi bo'lib qoldi. Bu Finlandiya bilan aloqa liniyalarining 30% gacha qismi o'tadi. Mamlakatning o'zi esa Rossiya xorijiy internet trafikining qariyb 60-70% ta'minlaydi. Biroq nashrning ta'kidlashicha, bu rossiyalik abonentlarga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. Hozirda operatorlar muqobil yo'nalishlarni tashkil etish bo'yicha muzokara olib bormoqda.